говорить людям. Даже когда многое не удается, должны говорить, это не получается у нас, товарищи, друзья. И больше того, не надо обкрадывать свой собственный народ. Быть на словах хорошим, а в поступках наоборот, это лицемерие, это подлость, это гнусность. Когда мы избавимся от этого? Я не знаю. Я только уповаю на хорошего предводителя. Özüm ham içimde bir oylab koyamam bu meselelerini. Bu haligi bir qanchamiz qahramon bo'lib ketdi, bir qanchamiz olimlarimiz ham, yozuvchilarimiz ham. Shu qahramon bo'lganlaridan keyin bu yog'i bitta ham yaxshi laqal, bitta ham yaxshi she'r bo'lmadi. Bitta, ikkita ham. Ular endi o'sha ayniqsa shoirlar ilgarigi o'sha davrda, qiyin davrda ham, unda ham qiyin bo'lgan. Unda ham kattalar mana o'sha Sharaf aka davri, undan oldingi davrlarni ular ham maqtov adabiyotdan maqtov eshitishni istar edilar. Ilgari endi har holda bu gaplar aytilganda ham nima qilmas edi. Endi men o'zim o'ylab edim, endi bu unvonlar unvon degan o'zi bunda agar jiddiy o'ylanib olinadigan bo'lsa, bu bilasizmi? Bu yozuvchi va shoirlarga umuman kerak emas bu unvon. Navoiylar ham unvonsiz, Mashrablar ham unvonsiz o'tdi. Qodiriy va Cho'lponlar ham laureat bo'lsa o'shalar bo'lishi kerak edi. O'tdi-ku, bu asarlari mana tirik. Va bundan keyin ham hali ko'p o'zbek xalqi bor ekanki, ularning asarlarini o'qiydi. Keyin ben o'ylaymanki shu umuman faqat bizni O'zbekiston tarixi ya O'zbekiston tajribasi deymizmi? Emas, O'rus tajribasi ham, boshqa yurtlar tajribasi ham, ayniqsa ilg'or xalqlar, masalan aytaylik, fransuz adabiyoti, ingliz adabiyoti, hatto nemis adabiyoti. Bularni hammasi o'sha asarlarni ichi to'la dard bo'lgani uchun bugungacha yetib kelgan. O'z zamonasini dardlarini aytgan. Albatta ba'zi podsholar bo'lgan, quvg'in qilgan. Masalan, Nikolay Poshsha Pushkinni yomon ko'rgan. Lermontovni man qilmagan, o'sha mashhur Pushkinning o'limiga bag'ishlangan mashhur she'r Nikolay Poshsha ichida chiqqan. U hokimiyatni yomon so'zlar bilan qaralagan bu she'rlarda. Nihoyatda sizlar shu podshaga ishora nomini aytgan emas Nikolay. Sizlar o'ldirdilaring buni degan satrlar bor. Smert poeta she'rida. Endi siz aytyapsiz Dostoyevskiylar ham Dostoyevskiy u Petrashevskiy degan bir to'garak bo'lgan. O'sha to'garakda ishtirok etib, yetdan boshqa yomon mayda gaplar ham chiqib qolgan, o'shani surgun qilgan. U kelgandan keyin surgun haqida, o'sha turma haqida o'sha mashhur asar yozgan. Keyin boshqa asarlari ham Dostoyevskiyni ham. Lekin podsho hukumati uni man qilib chiqargan emas. Dostoyevskiy o'z paytida, o'z vaqtida mashhur bo'lgan. U o'z o'rnini olgan Tolstoydan keyingi buyuk masalan. Endi hozir Sovet davri unday deymiz. Endi bu yozuvchini adabiyot ahlini o'ziga ham qaraydi. Albatta juda ko'p konfliktsizlik nazariyasi bo'lgan bizda. O'sha konfliktsiz bir asarlarga keyin ma'lum bo'ldi, sarq chaqa turmaydigan asarlar. Ularning bari o'lib ketdi, hozir yo'q. Hatto 10 yil, 20 yil rais bo'lgan
Marx'ın eserleri hem bugün yok bulup gitti. Lekin endi masalan Şoluqni aytamiz biz. Şoluq ham albatta u juda bir ustalik bilan ijod qilgan adam Şoluq. Endi u buyuk yozuvchi, buyuk yozuvchi. Nima o'rtada endi o'sha kolxozlashtirishda ochilgan qo'riq degan roman yozgan bu. O'sha Stalinni xuddi o'zi iltimos qilib yozdirganday. Shuning uchun ular ham Stalinlar ham ko'p unga tegmagan. Bu o'zini bosh asari Şoluqni tarixan umuman abadul abad qoldiradigan o'sha Tinch to'n romani ya Tinch aqardon deymiz ba'zan. Uni 30 yil yozgan. Hammasi endi shu Şoluq ham haligi o'zi kazak ham mard ham ma'lum bir darajada ustamon bo'lganmi? O'sha eng qiyin, eng og'ir sahifalarini o'rusni qanday qirgani masalan oq gvardiya, qizil gvardiya bu. Uni hammasini to'm yozib bu shuhratini oshirib boravergan. Va oxiri to'mi chiqqanda endi Şoluqni qamash, ya surgun qilish, bu endi bunga Stalin ham jur'at etgan emas. Uncha yoqtirmagan paytlari gaplari bo'lgan ekan Stalinni. Lekin qamash boshqa badarg'a qilish unga nima qilmagan, jur'at etmagan. Как таковой узбекской нации сегодня нет. Есть узбекский народ, но понятия народ и нация в данном случае совершенно понятия разные. Народ складывается, нация складывается только лишь тогда, это мое твердое убеждение, когда у этого народа есть определенные устремления, определенные цели, и когда страдания народа могут быть выражены ее интеллигенцией. Когда чаяние этого народа становится частью жизни этого общества. И тогда может сложиться нация. Последний перевод с кириллицы на латиницу был осуществлен практически волевым способом, когда у народа не спросили. Организованы как в 40-е годы, а еще прежде, как в 30-е годы, псевдо-обсуждения, в которых не участвовали истинные представители интеллигенции. Организовали обсуждения, в которых участвовали лизоблюды, извините за резкое слово, и те, кто поддерживает современную власть. Birinchidan o'zbeklarning dunyo qarashini shunday qildiki, O'zbekistondagi o'zbek u O'zbekiston degan joyni biladi. Geografiyaga aylantirdi vatanni. Geografiya vatan tushunchasi hozir bizlarda geografik tushuncha. Shuni asosida bitta o'zbek millati endi shakllangan millat. Xalq sifatida u 1000 yillab bor edi. Lekin millat bo'lib shakllanayotgan o'zbek 3 ta alifboda. Buni tashvishini qilish hayoliga kelmaydi. Bunga bu kerak. 3 ta alifboda bitta millat. 4 xil tizimda o'qiydi. 4 xil tizimda o'qiydi. 3 ta alifboda 4 xil tizimda o'qiydi. Я когда говорил с одним очень высокопоставленным человеком, я говорю, мне обидно, что такие талантливые люди уезжают за рубеж, кто в Америку, кто в Голландию, кто, скажем, в Венгрию, кто в Россию уезжает, кто в Германию уезжает. Он мне, знаете, что ответил? Слушай, здорово же. Как понять вот это состояние? В каком вот чиновник, вместо того, чтобы сохранить здесь вот это как бы уровень, вот это удивительного, вот, как понимаете, состояние вот это, которое, в общем, природа дала, сохранить и развить, и создать условия. Он радуется, что, слава Богу, проблем не будет. Как бы вот такую идею мне подает. Как могут такие люди там сидеть и руководить? Понимаете, как могут такие люди руководить и вести?
Ни одного из компетентных людей, там, которые в искусстве маломальски разбираешься, нет там среди вот этого руководства страны. И на высшем эшелоне, и низшем, и среднем эшелоне нет. Абсолютно. Это случайные люди, которые вообще не знают искусства. Ziyoli odam, ziyosi bor odam. Bu ziyo esa xalqqa qaratilishi kerak. Xalqning qalbini yoritish kerak. Xalqning boshida boshqa bir quyosh bo'lib porlashi kerak. Vaholanki mana shunday ijodkorlarni xalqqa yo'naltirilgan nuri yo'q ekan, men ularni bilmadim endi. Ehtimol ular o'zlarini ziyoli hisoblashar. Ehtimol ziyoli ma'nosiga yetib bormagan qandaydir toifa ham ularni ziyoli hisoblashar. Ehtimol hozirgi kechayotgan jarayonlarni qay darajada murakkab ekanligini anglamagan xalqimizning katta bir toifasi ham ularni ziyoli hisoblashar. Ularni qadamlariga gullar sochar. Lekin masalan shaxsan men ularni ziyoli deb atashga o'ylanib qolaman. Siz e'tiborga oling, kim Munavvar qorini o'sha Saidovni keyin ziyoli deb hisoblangan edi. O'sha paytda bor edi o'zini ziyolilari. O'sha paytda ham. Men bu bilan aytayotgan gapim, biz ziyolilar hali to'xtagan emas. To'g'ri, ba'zan ular sal ko'proq bo'lgan, sal azroq bo'lgan. Lekin hozir ziyolilar kurashmayapti deganning boisi ziyoli o'sha haqiqiy ziyoli o'rnini avvaldarlar, ya'ni hukumatparastlar egallagan. Bu hamma sovet zamoni, o'rus bosqini zamoni uchun hammasi uchun tegishli bo'lgan narsa. Hozirgi payt ham shuni ichida men hozirgi hukumat, sovet hukumatining davomi sifatida bilaman. Bunga faqat sufiy yo'l bilan javob berish mumkin. Bular ma'naviy pachoqligi nafs ustun. Nafs ustun, man ustun. Bunda umuman bir jihatidan olib qaraganda millat tushunchasi yo'qligi. Umuman millat tushunchasi yo'q bizlarda. Men bekorchi boya hali sizga aytmadim. Rus bosqini va sovet bizga qattiq ta'sir qildi boshqalarga nisbatanki, bizda umuman haligi milliy tuyg'uni yanchib tashlashdi. В своем обществе в некоторой степени маргиналы. И, боже, может быть, вот это вот наложило отпечаток. Вообще, что такое интеллигенция? Во французском толковом словаре слово интеллигенция трактуется как оппозиция. Интеллигенция – это та прослойка людей, которые всегда против власти, против любой власти. Не потому, что они настроены негативно. Нет, это та прослойка, которая больше всего в обществе заинтересована в реформах, которая больше всего заинтересована в том, чтобы общество развивалось. И потому она не дает жить спокойно любой власти, даже самой хорошей власти. В этом смысле слова у нас интеллигенции нет. Общество, в котором нет интеллигенции, но есть интеллигентные люди, не может называться нацией. Понимаете, мне стыдно, перед студентами стыдно, потому что то, что я теоретически даю, практически не могу воплотить. Потому что я как художник-монументалист, я должен показать наглядно в материале, что такое смальта, мозаика, что такое витраж, что такое инкаустик, это как бы раскладка вот таких видов технологии, что такое фреска, что такое сграффита. Сейчас на государственном уровне, если какие-то сооружения строятся, мы не можем соответствовать. Уже не соответствуем. Вот, например, архитектор просит, вы можете сделать? Нет, у нас нет этого материала, условий нет, красок нет, стекла нет, или этого нет. Быстренько, разовые какие-то поездки делаются за пределы, и там как бы выполняются вот эти как бы заказы. Но раз есть необходимость, почему вот не создать
Или надо закрыть институт. Я считаю, надо на сегодняшний день закрыть, полностью закрыть. Потому что это не нужно. Зачем нам мучеников воспитывать? Это люди, которые, в общем, примкнули к искусству. Это настолько эмоциональный народ, настолько глубоко продвинутые ребята. Они абсолютно от Бога идущие. Понимаете, мы их фактически обещаниями кормим и уродуем. И они выходят как слепые. Они как не знают, как вообще действовать в жизни. Во-первых, поступает студенты талантливые, у него нет денег. И система на спец его возможности не смотрит, только тестирование там по гуманитарным каким-то. Если он там что-то соображает, значит он абсолютно к искусству никакого отношения не имеет, он уже поступает и мучается, и мучает педагогов. Buni qanaqa so'zlar bilan sharhlashni bilmayman. Mana bunaqa oling, prezident o'sha paytda prezident bo'lgan paytda aytdiki, non qimmat bo'lmaydi. Non qimmat bo'lsa qo'limni chopib tashlanglar deganga o'xshagan narsani ko'rdim televizorda. Qimmat bo'lib ketdi-ku. Nimaga